Assalomu alaykum. Bugungi vebinarni sekin boshlasak ham bo'ladi. Bugungi mavzu Dianet burslari. Aynan Turkiya burslaridan tashqari yana bitta Dianet burslari grant haqida bo'ladi va shu grant haqida batafsil ma'lumot berish uchun bizda aynan shu grantni yutgan va boshqa o'quvchilarga ham aynan yutishga yordam berib kelayotgan Behruzbekdan bugun barcha ma'lumotlarni bilib olamiz degan umiddamiz. Vebinar yozib olinadi. Vebinar vaqtida qatnasha olmaganlar bemalol keyinchalik buni yozib olingan variantini ko'rishligi mumkin. Hop, demak, o'zi Behruzbek kim va biroz o'zingizni tanishtirib bera olasizmi bahonada? Assalomu alaykum. Men ismim Behruzbek Nurmo'minov. Hozirda Turkiyada Konya shahrida Najmiddin Erbakan universitetida Ilohiyot fakultetida 2-sinfda, ya'ni 2-kursda o'qiyman. Turkiyaga kelganimga taxminan 4 yil bo'lib qoldi. Boshida kontrakt bilan boshlab, keyin Xudoga shukr Diyanet burslarini o'zim yutib, ya'ni Diyanet burslariga topshirib yutib, hozirda o'sha Diyanet burslari o'quvchisiman. Va qo'ldan kelgancha shu 4 yil, 3 yil taxminan 3 yil mobaynida o'quvchilarga yordam berib kelyapman. O'zlariga topshirish bo'yicha, grantlarga topshirish bo'yicha. Hop, o'zi umuman bu qanaqa grant, kim beradi? Umumiy ma'lumot haqida berib o'tsangiz bo'ladi shu grant haqida, aynan Diyanet burslari uchun. Diyanet burslari ham Turkiya burslariga muqobil, faqatgina muqobil deganda, ya'ni o'xshash grant berishlari, masalan, stipendiyalari o'xshash, faqatgina Diyanet burslari ilohiyot sohasi, ya'ni islomiy bilimlar sohasi uchun ajratiladigan grant hisoblanadi. Turkiya Diyonat vaqfi tomonidan, ya'ni Turkiya masalan O'zbekiston musulmonlar idorasi, keyin vaqf tashkiloti bor. Xuddi shunaqa deylik, Turkiyada Diyonat ishlari boshqarmaligi, uni ostida Turkiya Diyonat vaqfi bor. Ana o'sha Turkiya Diyonat vaqfi tomonidan Diyonat grantlari ishlatiladi va asosan aytib o'tganimdek, islomiy bilimlar litsey yo'nalishi bor, bakalavr yo'nalishi bor va magistratura, doktorantura yo'nalishlari ham bor. Ya'ni topshirmoqchi bo'lganlarga. Buni o'sha el yurtimiga o'xshab ishlab berish nimasi yo'q, baribir majburiyat Turkiya burslariga o'xshab. Yo'q, Diyanet burslarida unaqa majburiyat yo'q. Faqatgina yana maqsadlarini ham aytib ketay. Diyanet burslari nimaga bunchalik ko'p pul sarflayapti, o'quvchilarga nimaga buncha qo'llab-quvvatlaydi? Chunki taxminan bitta o'quvchiga men eshitganimda 4000 yevrocha pul sarflaydi bir yilda. Ya'ni 8000 ta taxminan o'quvchi bo'lsa, hisoblab ko'rganda ancha pul chiqib ketgan. Nega buncha ko'p pul sarflaydi? Asosan o'zlarida saytlarida ham yozilgan. Islom dunyosini o'sha islomiy bilimlar bilan ta'minlash, keyin asosan masalan mana sinfdoshlarim bor, Yevropadan ko'p bola olib keladi, deylik Afrikadan. Xullas, Xudo xohlasa ular u yoqda diniy elchi sifatida xizmat qilishadi. Ya'ni Turkiya agar Yevropada bitta masjid ochadigan bo'lsa, imom yetishtirish bo'yicha. Xuddi shunaqa O'zbekistonda masalan keyin kelajakda Xudo xohlasa asosan fokusi diniy davlat, ya'ni islomiy davlatda deb o'ylamayman Diyonat burslarini. Shunda ham islomiy, ya'ni musulmon bo'lgan davlatlardan oladi o'quvchi. Kelajakda baribir balkim o'sha din sohasida diplomatik rishtalarni bog'lash uchun. Hech qanaqa, ya'ni siyosiy bir maqsad yo'q. Ya'ni deylik jamoat nima deydi, o'shaqa fikrlar kelishi mumkin. Nimaga buncha tekin o'qitishyapti? Demak, o'zlarini g'oyalarini singdirishmoqchi. Yo'q, unaqa degan narsa hech qanaqa unaqa fikr yo'q, ya'ni. Masalan, men o'zim o'qigan bo'lsam, hech qanaqa unaqa targ'ib tashviqotlarni eshitmaganman. Va hozir ilohiyat deb aytdingiz. Xo'p, shunda faqat ilohiyatda o'zimi yoki buni ichiga o'sha hofizlik yoki fiqh yoki yana boshqa umuman dinni bitta qismlari kiradimi bu yerga yoki umuman keyinchalik magistratura, doktoranturada bu aynan shunaqa chuqurlashib ketiladimi? Shu menimcha eng muhim savollardan biri hozir hammada bor bo'lgan. Ilohiyot bu umumiy bilim beradi. Asosan masalan hammasi siz aytib o'tgan narsalar ichida bor. O'sha hadis bo'lsin, tafsir bo'lsin, Qur'on ilmlari bo'lsin. Ya'ni qolgan masalan hifz bo'lsin, Qur'on yodlamoqchi bo'lsangiz, sizga sharoitlar bo'ladi Turkiyada. Masalan,
Bu yoqda siz faqatgina o'qimisiz, sotsial hayotingiz ham bo'ladi. Deylik, universitet ustozlaridan qo'shimcha dars olishingiz mumkin, yo qo'shimcha to'garaklar bo'lishi mumkin hifz uchun, yokida masalan bizani o'rnigimizda masjidda, bizani universitetimizni masjidda juda ko'p inson boradigan, aynan hofizlik uchun boradigan imom bor. Mana shunaqa imomlar deyarli Turkiyani barcha viloyatlarida bo'lsa kerak. Shu yana qo'shimcha qilib aytsam, siz o'zingiz aytib ketdingiz zaten, mutaxassisliklar magistraturada boshlanadi. Ya'ni ilohiyotda bitta yo'nalish bor. Islom bilimida. Ya'ni islom bilimi o'zi lekin hozir uchun butun ya'ni islomni o'rgatadi, iqtisod magistraturadan boshlanadi qisqacha. Tushunarli. Hop, demak, ikkala grantni farqiga kelaylik endi. Turkiya burslari va Diyanat burslari farqi nima bu yerda? Birinchi farqini Diyanat burslari faqatgina ilohiyot, ya'ni diniy soha bo'ladi. Turkiya burslarida esa deyarli barcha soha bor. Yana farqlaridan agar Turkiya burslarining ichida ham masalan ilohiyot bor ekan, bu yil men hozir bugun qarab ko'rdim adashmasam. Ilohiyot bor. Endi o'sha ikkita ilohiyotni solishtiradigan bo'lsak, kichkina detallarigacha agar ko'radigan bo'lsak, Diyanat burslarida har yili bilet olib beriladi. Turkiya burslarida bir marta borish kelish olib beriladi. Keyinchalik qo'shimcha yana Diyanat burslari asosan o'sha ilohiyot sohasida eng kuchli bo'lgan, ya'ni Turkiyaning eng kuchli ilohiyot universitetlariga joylashga harakat qiladi. O'sha masalan Marmara universiteti bo'lsin, Istanbul universiteti bo'lsin, keyin Diyonatda o'sha Diyonat ishlari boshqarmasi adashmasam o'shani tasarrufidagi 29 mayismi degan universitet bor, kuchli universitetlar. O'shanga joylashga harakat qiladi. Turkiya burslarida ilohiyotga topshirganingizda balkim ya'ni biroz uzoqroqqa ketib qolishingiz mumkin. Bundan tashqari Diyonat burslarida qo'shimcha darslar bo'ladi. Masalan, bizning hozirgi qo'shimcha darslarimiz qanaqa? Qur'on, keyin birinchi sinfda arab tili bo'lganda, hozir ikkinchi sinfda ilmi hol, ya'ni o'sha boshlang'ich fiqh darslari, ya'ni namozdagi farzlar, vojiblar, sunnatlar bo'lsin. Va uchinchisi xitobat, ya'ni juma xutbasi. Masalan, o'zimizda O'zbekistonda biroz boshqacharoq, lekin boshqa musulmon davlatlarida jumada xutba uzunroq bo'ladi. O'sha xutba o'qish, keyin va'z berish, nimalarga e'tibor berish, qanaqa ya'ni mavzuga tayyorgarlik ko'rish, hadis yig'ish, masalan, ya'ni va'z va xutba berish. O'shanaqa qo'shimcha darslar berib boriladi. Turkiya burslarida bu narsa yo'q. Va Diyonatda yana bitta ilohiyot uchun, aynan ilohiyotda o'qimoqchi bo'lganlar uchun bitta yana ijobiy tomoni adashmasam, men nazarimda Diyonatda yotoqxonalarida turasiz. Ya'ni Diyonatda yotoqxonalari ancha muhofazakor bo'ladi. Ya'ni siz ilohiyotchisiz va muhofazakorlikni xohlaysiz tabiiy. Va juda ko'p chet ellik o'quvchilar bor. Balki masalan men ham o'zim yotoqxonada turaman. Yotoqxonamizda taxminan balkim 100 dan ko'p millat vakillari bordir. Ya'ni dunyoqarashingiz kengayadi. Ya'ni balkim boshqa tillarni mustahkamlashingiz oson bo'ladi. Shu deb bilaman. Xo'p, endi o'zi umuman grant nimalar qoplab beradi degan savolga batafsil to'xtalib o'tsangiz o'tdi. Xo'p, aviabilet, stipendiya, boshqa ma'lumotlar o'shani to'liq tushuntirib beraylik. Xo'p, nima qilib beradi to'liq? Xo'p, birinchisi tekin ta'lim. Ya'ni Turkiyada chet ellik o'quvchilarga agar o'zingiz topshirmoqchi bo'lsangiz, kontrakt bor. O'zlarining o'quvchilariga kontrakt yo'q. Davlat universitetlarini nazarda tutyapman. Va tekin ta'lim ham taxminan adashmasam, Diyonat olib kiradigan universitetlarda yiliga balkim o'rtacha $1,500 bo'lishi mumkin. O'rtacha olaylik 1,5 deb olsak, o'shandan siz ozod bo'lasiz 4 yil. Undan tashqari agar siz turk tili va arab tilida ham qo'shimcha hozirlik o'qiydigan bo'lsangiz, ularni ham qoplab beradi. Ya'ni siz butunlay ta'lim xarajatlaridan ozod bo'lasiz. Ikkinchi, biroz oldin aytib o'tganim, aviachiptalar har yili borish-kelish biletlari olib beriladi. Uchinchi, oylik stipendiya hozirgi kunda
bakalavr uchun 4500, magistratura uchun adashmasam 11.000 lira edi. 4500 taxminan $100 ga, $110 balkim shu atrofida to'g'ri kelishi mumkin. Magistraturaniki adashmasam 11.000 lira edi. Faqat magistraturada bilet olib bermaydi adashmasam. Yanayam eshitganim. Lekin 11.000 liraga taxminan yig'ib yotoqxonada turadigan bo'lsa, bemalol bilet ham olsa bo'lsa kerak. Keyin top universitetlarni ham aytib o'tdim. Top universitet deganda men bu yoqda ilohiyot sohasida nazarda tutganman. Ya'ni ilohiyot sohasidagi Turkiyada eng kuchli universitetlarga joylaydi. Asosan men bilganim o'sha hamma joylaydigan universitetlarda qiz erkak alohida sinfda o'tiladi. Hamma universitetni bilmayman, masalan bizda Najmiddin Erbakan universitetida alohida. Tekin yotoqxona, aytib o'tganimdek, Diyonatli yotoqxonalari bor. O'sha yotoqxonada siz yana masalan grant qanchalik yordam berayotganini aytib o'tish uchun adashmas narxlarni ham aytib ketdik taxminan. Bu yil adashmasam bir oy uchun 11.000 lira edi adashmasam. Bu qancha bo'ladi? $200 ga yaqin bo'lib qoladi. Taxminan 250 dan oshsa kerak bir oyga. Endi yordam puli unaqa bunaqa bo'lishi mumkin, lekin baribir ham juda katta yordam. Yotoqxonalarida 2 mahal ovqat bor, ertalab va kechqurun. Obedda, tushlikda esa shu universitetda o'quvchilar uchun maxsus arzon ovqat bor. Shu bilan ovqatingiz ham hal bo'ladi, xudo xohlasa. Yotoqxonangiz hal. O'qish ta'limlaridan ozod qilingansiz. Faqatgina nafas olib o'qish qoladi desa ham bo'ladi. Sog'liq sug'urtasi ham muhim. Sog'liq sug'urtasi bu yoqda Turkiyada sug'urta sistemasi bor. Agar mabodo sug'urtasiz kasal bo'ladigan bo'lsangiz, deylik kasal, ya'ni endi baxtsiz hodisa bo'lib qoladigan bo'lsa, juda haddan tashqari qimmatga tushib ketasiz. O'shaning uchun sug'urta qilib beradi. Sug'urta ajoyib, ya'ni tekin, o'zingizni bemalol, ya'ni qon tahlillarni olsangiz bo'ladi, xohlasangiz mana shunaqa ishlar qilib yursangiz ham bo'ladida, ya'ni tekin bo'lgani uchun va sifatli meditsina bo'lgani uchun tomonlama ham xudo xohlasa grant qoplaydi. Hop, endi til kursiga to'xtataylik. Hop, Turkiya burslarida kelgandan keyin til bilmasa, turk tili o'qiydi birinchi. Undan keyin o'qish. Hop, bu yerda qanaqa? Birinchi turk tilimi, arab tilimi yoki boshqa tilmi? Birinchi bo'lib turk tili. Agar turk tilini biladigan bo'lsa, yo sertifikatlari bo'lsa, birdansiga boshlasa bo'ladi. Agar bilaman lekin sertifikatim yo'q desa, imtihonga kirsalar bo'ladi. Va o'zim shaxsan maslahatim berib ketsam, o'sha ozgina vaqtda, deylik, iyunni boshlarida e'lon qilinsa, sentyabr boshlarida taxminan o'qish boshlanadi. 2 oy ichida taxminan tinimsiz turkchani o'rgansangiz, qiziqib, sevib, ya'ni men 1 yilimni yo'qotmayman deb o'rgansa bo'ladi. Ya'ni o'sha imtihondan o'ta oladigan darajada o'rgansa bo'ladi taxminan va o'sha bilan sizni turkcha zo'r bo'lib ketmasa ham, imtihondan o'tsangiz ham u yog'i mustahkamlanib ketaveradi, xudo xohlasa. O'zbek kishi uchun aytyapman, boshqa millat uchun emas. Chunki o'zbeklar uchun turkcha ancha oson. Keyin turkchani masalan mayli bilmadi, turkcha 1 yil o'qidi. Keyin arabcha boshlanadi. Xuddi shunaqa ssenariy, ya'ni arabchani bilsangiz, imtihonga kirasiz, birdansiga 4 yillik ta'limni boshlaysiz. Agar bilmasangiz, 1 yil arabchani o'rganasiz. Bu yoqda men aytgan, ya'ni uslub qilmagan ma'qul, ya'ni imtihondan imtihondan o'tib ketish uchun arabchani o'rganib olib, imtihondan o'tib ketish ssenariysini qilmagan ma'qul. Chunki ilohiyotchi bo'lmoqchi bo'lgani uchun, o'zi umuman islomiy bilimda yurmoqchi bo'lgan inson uchun arab tili muhim. 1 yil arabcha hozirlik to'g'risi juda yaxshi bo'ladi. Va undan keyin arabchadan o'tgandan keyin 4 yillik ta'lim boshlanadi. Shu bilan xudo xohlasa u yog'i oddiy darslarga o'tib, ya'ni oddiy dars degani, ya'ni islomiy bilimlar darsiga o'tib ketsa bo'ladi. Agar masalan uydagi sharoit ko'tarsa, boshidan turkchani masalan o'rganishni boshlaganda turkcha oson bo'ladi. Hofizlik boshlasa bo'ladi, yo qanaqadir madrasalarga, ya'ni borsa bo'ladi. Ya'ni bu yoqda Turkiyada madrasa ko'p. So'rab surishtiriladi avvalambor. O'sha madrasa yaxshimi, yo'qmi, yo Diyonatdan so'raysizmi, yo ustozlardan so'rab, albatta yaxshi madrasalarga topib borsa bo'ladi. Vaqtdan unumli foydalanib.
Hop, o'zi keyin universitetlarda dars qaysi tilda bo'ladi? Turk tilidami yo arab tilidami? O'zi ilohiyotda ingliz tili ham bor adashmasam, arab tili, turk tili bor. Faqatgina Diyonat burslari turk tilida o'tilayotganiga olib kiradi. Darslar turk tilida. Yana %30 arabcha deydi-yu, lekin asosan turk tilida deyveraylik %90, chunki ustozlarni ham normal dars beradigan ustozlarni juda ko'pi turk. Aksariyat turk. Tushunarli. Xo'p, endi qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi degan mavzuga to'xtalib o'tsak. Kerakli hujjatlar oz, unaqa hujjatlar sizni charchatmaydi. Ya'ni u yoqqa bor, bu yoqqa bor. Attestat yoki diplom, agar 11-sinfda yoki litseyda endi tamomlaydigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, o'shatgacha bo'lgan baholaringiz bilan topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yil bitiruvchilar uchun ham bu taalluqli. Ya'ni bu yil bitiruvchilar topshira oladi. Keyingisi pasport yoki ID karta, qizil pasport shart emas, ya'ni chet elga chiqiladigan pasport shart emas, ID karta bilan ham topshirsa bo'ladi. Rasm iloji bo'lsa orqasi oq va qizlarda ya'ni ro'mol bilan bemalol rasm joylasa bo'ladi. Tavsiyanoma ustozlaringizdan olsangiz bo'ladi. Keyin masjid imomidan balkim olishingiz mumkindir. Niyat maktubi, asosan men bu yog'iga muhimlarini joylab ketdim. Qo'shimcha sertifikatlar degan joyda hozir aytib o'taman. Niyat maktubi sizni nimaga asosan savollari aynan nega Turkiya, nega sizni tanlash kerak va siz nima bera olasiz? Taxminan shunaqa savollarga javob berasiz niyat maktubida. Qo'shimcha sertifikatlar o'sha saytda qo'shimcha my documents, ya'ni mening hujjatlarim degan joyi bor adashmasam, qo'shimcha deb yozilmagan, lekin o'sha yerga qo'shimcha hujjatlar joylanadi. Bu ham muhim deb o'ylayman. Masalan, qanaqadir sertifikatlaringiz bo'lsa, oddiy учебный sentrdan o'quv markazidan o'sha olgan arab tili A1, A2 sertifikatlarni ham joylayversangiz bo'ladi. Yo volontyorlik ishlari bo'lishi mumkin. Shunaqa, ya'ni qanaqadir yana zakovatda qatnashib yutgan bo'lishingiz mumkin, maktabda nimadir qilib yutgan bo'lishingiz mumkin. O'sha narsalarni joylash uchun alohida joy bor. O'shalarni ham joylasangiz bo'ladi, xudo xohlasa. Lekin bu majburiy emas. Tepada o'tib ketganim, tavsiyanoma ham adashmasam majburiy qilinmagan saytda niyat maktubi, rasm, pasport yoki ID karta, attestat bilan topshirsa bo'ladi bemalol. Eng minimal talab. Hop, bu yerda hujjatlar tarjima qilish shartmi shunda yo Turkiya bo'lsa o'sha bu yerda ham shart emasmi? Yo'q, bu yoqda ham shart emas, lekin men shaxsan nimani maslahat beraman? Agar o'zi hozirgi attestatlarda taxminan 2 yil, 3 yil bo'lib qoldi. Inglizchasi ham oldida chiqyapti. O'sha bilan topshirsa bo'ladi. Agar bo'lmasa, mabodo o'zlari tarjima qilib, masalan, Wordda bitta shuni ustun yaratib, ustunga dars ismi, bahoni yozib, tarjima qilgan holatda keyin maktabga borib pechat urdirsalar, o'sha ham ya'ni yaxshi bo'ladi. Originalni joylab, pastiga tarjimasini joylasa, bu ham o'taveradi, xudo xohlasa. Ya'ni notarial tarjima shart emas. Tushunarli. Xo'p, o'zi ilohiyat qanaqa fakultet degan savolga tepada adashmasam hozir javob berdingiz baribir. Lekin o'sha umumiy qilaylik. Xo'p, litseyga kirgan ilohiyatchi qanaqa bo'ladi? Bakalavr, undan keyin magistr doktoranturasi qanaqa bo'ladi buni? Va bahonada o'sha grantgacha bo'lgan jarayon ham aytib bersangiz yaxshi bo'ladi bu yerda. Ilohiyot o'zi o'zimizda taxminan o'sha Islom akademiyasiga to'g'ri keladigan fakultet desa bo'ladi taxminan. Ilohiyotda ba'zi universitetlarda men adashmasam islom iqtisodiyoti degan yo'nalishi ham bor. Yana qo'shimcha, ya'ni tepadagi ma'lumotlarga qo'shimcha nima aytib ketsam bo'ladi? Litseyda O'zbekistonga litsey mumkin emas. Ya'ni 2 yil oldin adashmasam o'sha suhbatga kelganlarni qaytarib yuborishgandi. O'sha qonun bo'yicha adashmasam 18 yoshga to'lmaganlar diniy bilimlarni olishi, chetga chiqib diniy bilim olishi mumkin emas degan qonun chiqqanda adashmasam. Lekin bakalavrda hech qanaqa muammo yo'q, xudoga shukr. Men ya'ni necha marta borib kelgan bo'lsam, xudoga shukr O'zbekistonda hech qanaqa muammo bo'lmadi. Buni ham aytib o'tish kerak. Ya'ni biroz qayg'uradiganlar bo'lishi mumkin. Bakalavrda umumiy ma'lumot, litseyda
xuddi maktabdagi o'qiysiz, lekin litsey ham ajoyib. Masalan, muhiti ajoyib bo'ladi, yotib o'sha yerda o'qiydigan muhit bo'ladi. Chetdan bolalar ko'p bo'ladi. Ya'ni yoshlikdan dunyoqarash kengayib o'sadi. Afsuski bizada yo'q. Bakalavrda umumiy islomiy bilimlar berib boriladi. Ixtisosda, ya'ni ixtisos deganda man magistratura bilan doktoranturani nazarda tutyapman. Ularda mutaxassislik bo'yicha yo'nalish tanlaysiz. Masalan, islom huquqi bo'lsin, yo tasavvuf bo'lsin, yo islom tarixi bo'lsin, yo hadis bo'lsin. O'shanaqa qilib yo'nalish tanlab, endi u yog'iga chuqurroq kirishni boshlaysiz. Masalan, tarix yo'nalishi bo'lsa, endi siz juda ko'p o'zi aslida yo'nalishda hali ochilmagan yo'nalishlar bor. Misol qilib aytaylik, Usmonli imperiyasi va O'rta Osiyo diplomatik aloqalari deylik 17-asrda yo 16-asrda mana shunaqa qilib, endi bu yog'iga siz chuqurroq o'rganishni boshlaysiz. O'zi grantgacha bo'lgan jarayon qanaqa? Aytaylik, hozir qabul ochiq, qachongacha topshirsa bo'ladi? Topshirgandan keyin nima bo'ladi? Intervyusi qanaqa va grant yutishi qanaqa bo'ladi endi? Grant 15 yanvardan 28 fevralgacha ochiq. Boshida sayt to'ldiriladi. Sayt to'ldirganingizdan keyin agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa qabul komissiyasi sizni ma'qul ko'radigan bo'lsa, sizga xat keladi muloqotga va muloqot jarayoni belgilanadi. Ya'ni o'sha kuni siz borasiz, Turkiyadan o'sha Diyonat vaqfini, Diyonat burslarini vakillari taxminan deylik 4 ta odam muloqot qiladi. Muloqot jarayonini ham aytib ketaylik. O'zbekcha bemalol gaplashsangiz bo'ladi, tarjimon o'tiradi. Yana qo'shimcha maslahat, turkchani biroz o'rganib borganingiz ma'qul. Ya'ni o'zingizni hech bo'lmasa turkchada tanishtirsangiz ham qanaqadir xarizmatik chiqishi mumkin. Ya'ni o'zingizga ishonch va bundoq bu bolada nimadir bor deyishlari mumkin. Keyin muloqotda savol-javoblar bo'ladi. Boshlang'ich ilmiy savollar, ya'ni diniy ilmiy savollar. Masalan, islomda nechta ustuni bor deyish mumkin. Yo masalan, keyin Qur'on o'qishni bilasanmi deyishlari mumkin. Agar bilaman desangiz, oldida Qur'on turadi, o'qi deydi. Ochib, shuni o'zlari ochib bersa, siz o'qib ketishingiz kerak taxminan. Qur'ondan qancha yodlagansan deb savol berishlari mumkin. Deylik, u yoqda masalan hofiz bo'lishi shart emas yutish uchun. Deylik, oxirgi bitta bir juz, ya'ni kichkina suralarni yodlaganman desangiz, o'shadan o'sha vakillardan bittasi o'sha bironta surani boshlanishini o'qib, sizga davom et deyishlari mumkin. Xullas, shu hadis nima deyishlari mumkin. Mana shunaqa boshlang'ich savollar beriladi. Qanaqa kitoblar o'qigansan deb savol berilishi mumkin. Qaysi tillarni bilasan deb savol berilishi mumkin. Shu bilan muloqot jarayoni ham o'tadi va iloji bo'lsa, yana maslahat, o'zingizlarga ishonchliroq, ya'ni o'ziga ishonganroqlarni tanlaydi adashmasam. Chunki bu uzoq safar, ota-onadan ajraladi, bular pul tikadi, ya'ni bular bir yilda ma'lum bir o'quvchilarni olsa, bularni plani to'ladi. Agar sizni olsa, yo'q, hozir siz bormasangiz yo borib 1-2 yildan keyin qaytib keladigan o'quvchilarni bular ya'ni o'zlaridan qo'lida bo'lsa olmaydi. Chunki bular mehnat sarflashyapti. Masalan, vakil jo'natishyapti, vakilga pul beriladi, oylik beriladi. Undan tashqari sizga biletlaringizga, ya'ni biletlaringizga pul beriladi, kontraktingiz to'lanadi. Asosan maqsad nima bo'ladi? Bularda o'ziga ishongan, biz tanlasak bu sohani olib keta oladigan bolalar tanlanadi. O'shaning uchun suhbatda Turkiya burslarida ham, Diyonat burslarida ham xuddi shu ahvol. O'ziga ishongan bo'lib kirish, Xudo xohlasa. Ana o'shanda yutish ehtimoli oshsa kerak, Xudo xohlasa. Va shu keyin kutiladi. Kutilgandan keyin rad yoki ijobiy javob keladi, Xudo xohlasa. Xo'p. Endi o'sha grantda o'qiyotgan odam sifatida o'zingiz maslahat berasizmi buni? Ayniqsa o'zbeklarga. Albatta, chunki haqiqatdan yaxshi imkoniyat. Avvalambor tekin, keyin ya'ni siz hayotda qiyinchiliklardan biroz uzoqroqda bo'lasizda, chunki eng maksimum
ya'ni qo'llab-quvvatlanish beradi. Hatto idish-tovoqlarni ham yuvmaysiz. Masalan, o'zi ovqatni 3 mahal ovqatingiz o'zi tayyor qilingan bo'ladi. Keyin hatto bizada masalan, o'sha tozalovchi bor. Xonani ham biz o'zimiz tozalamaymiz. Ya'ni men nimaga bularni aytmoqchiman? Sizni bor fokusingiz o'qishga qaratilishi oson bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, chetga chiqasiz, hayotni ko'rasiz, aylanasiz, safar qilasiz, har xil insonlar bilan muomala qilib ko'rasiz. Ya'ni yaxshi insonlarni ko'rasiz, balkim yomon insonlarni ko'rarsiz. Chet eldan do'stlar orttirasiz. Ya'ni bu ham ajoyib imkoniyat aslida. Ya'ni dunyoqarashingiz o'zgarishi ham aslida juda katta narsa. Va uchinchisi, dinni yashaysiz. Ya'ni bu ilohiyot uchun muhim. O'sha yotoqxonada bo'lsa, diniy muhit bo'ladi. Universitetda masalan, bu juda ham zo'r narsa. Dinni yashab o'rganasiz. Va agar yana masalan ilohiyot yetmaydigan bo'lsa, aytib o'tganimdek madrasani ham qo'shishingiz mumkin. Chunki din grantga topshirishga arziydimi degan savollarda ilohiyot arziydimi degan narsa ham bor. Ya'ni ilohiyotni, ya'ni diniy ilm o'rganmoqchi bo'lganlarda, masalan, men madrasani o'qiyim yoki universitetni o'qiy degan savol bo'lishi mumkin. Meni javobim universitet o'qi, grant yut, sen madrasa o'qishingga ancha imkoniyatlar ochiladi. Qisqa javob shu. Men o'zim qo'shimcha qilib ketay bu o'tga va Turkiya bu sababli dianat burslariga o'xshash va haqiqatan aytganingizdek butun fokusingiz aynan grant o'qiyotgan payt ikkalasi qaysi grant farqi yo'q. Fokusingiz poni o'qishda bo'ladi. Men o'zim hozir Yevropada yashayapman va meni kuniga kamida 1,5-2 soatim aynan o'sha ovqat pishir, kir yuv, idish tovoq yuv, boshqa qilib o'sha bilan o'tib ketilgan aynan Turkiya burslari va dianat burslarida. Haqiqatan bu ishlaringiz siz qilishingiz umuman shart emas, ovqatingiz hamma narsa tayyor. Aytilganidek, fokus asosan 99% holatda aynan o'qishga qaratilgan bo'ladi bu yerda. Xo'p, demak, endi aynan o'sha bu dianat burslariga topshirishga yordam bering deganlar uchun o'zi kursini tashkil qilyapti va o'zingizni kursiz haqida ham bir bahonada ma'lumot berib ketsangiz. Kursni men ikkinchi yil adashmasam qilishim, birinchi yil qilmaganmidim dianat burslari haqida. O'tgan yili kursda 5 tadan adashmasam, 3 tasiga muloqotga xat keldi. Muloqotga xat kelishi o'zi deyarli, ya'ni sizga ham masalan kursingiz bor. Bu bizani ishimiz tugadi degan ma'noda keladi. Chunki muloqotda 99% o'quvchiga bog'liq vaziyat bo'ladi. Ya'ni xudoga shukr, bizada o'xshadiki, ya'ni 3 ta insonga qabul maktubi keldi va kursda nima bo'ladi qisqacha? Kursda topshirish bo'yicha qo'llanma beriladi. Ya'ni saytni qanaqa to'ldirish, saytda ma'lum bir joylarda masalan nima to'ldirish, nima yozish, nima yuklash 0 dan ya'ni oxirigacha o'rgatilgan. Keyingi motivatsion xat yozish uchun qo'llanma. Motivatsion xatda nimaga e'tibor berish kerak, nimalarni qo'shimcha qilib yozib ketsa bo'ladi. Masalan, deylik, qo'shimcha shablon gaplar bo'lishi mumkin. Masalan, men kelajakda xudo xohlasa O'zbekiston va Turkiya ya'ni munosabatlarini diniy sohada yaxshilashga yordam bermoqchiman, hissamni qo'shmoqchiman degan shablon gaplarni ham o'rgatilishi mumkin. Tavsiyanoma uchun qo'llanmada kimdan tavsiyanoma olish, tavsiyanomada nimaga e'tibor berish, qanaqa yozish bo'yicha qisqacha qo'llanma va maxsus guruh ochiladi, Telegramda yuritiladi. Maxsus guruhda savol-javoblar, ya'ni shaxsan men o'zim bo'laman, xudo xohlasa. O'sha yerda qanaqadir muammoga duch kelsangiz, deylik, saytda tushunmagan joyingiz bo'lishi mumkin yokida ya'ni motivatsion xatda buni qo'shsam bo'ladimi, buni qo'shmasam bo'ladimi, ya'ni olib tashlasam bo'ladimi degan savollar bo'lishi mumkin. O'shanaqa savollarga javob berib boriladi, xudo xohlasa. Ma'lumot shu. Va narxi qancha endi buni? Narxi 199 ming. O'zi ya'ni maqsad xudo xohlasa ko'proq insonlarga yetib borish. Ya'ni masalan bu narx grant bozorida, ya'ni o'sha kurs bozorida arzon bo'lishi mumkin. Arzonligi ya'ni bu sifatidan emas, ya'ni sifatida aytib o'tganimdek
kerakli bo'ladigan ma'lumotlar bor. Ya'ni eng eng minimum ma'lumotlar ya'ni bor. Eng minimum deganda ya'ni minimum ma'lumotlar emas, qo'shimcha ma'lumotlar ham bor albatta. Faqatgina shu narx aytganimdek ko'proq insonlarga ulashish uchun qilingan desa ham bo'ladi yani. Xo'p, demak, kurs uchun rahmat. Bu haqida ham keyinchalik kanalda yana post alohida qo'yamiz. Xo'p, demak, yakuniga yaqinlashib qoldik. Vebinarda ham savollar kimda bor bo'lsa, hozir xohlasa qo'lni ko'tarib ovozini ochishingiz mumkin yoki izohlardan ham yozishinglar mumkin. Xo'p, boshqalar berishdan oldin o'zim bitta sizga savol bermoqchiman. Aynan o'sha niyat maktubi haqida. Men o'zim aynan o'quvchilarimga niyat maktubini o'qigan paytim, men aytadigan bitta qoidalardan bittasi negativ qilma deyman. Hop, lekin Diyanet burslariga aytaylik, aynan o'sha diniy masala bo'lganligi uchun ham bu yerda O'zbekistondagi o'sha diniy cheklanishlarni aytsa bo'ladimi bu yerda? Qaysidir ma'noda negativ qilib bo'lsa ham. O'zi tajribangizdan gap chiqib javob bersiz shunga. O'zi negativ adashmasam, ya'ni rasmiy doirada xush ko'rilmaydi, ya'ni yaxshi qaralmaydi. Imtihonlarda ham masalan IELTSlarda ham negativ biroz g'alati qaraladi-yu, o'zi misol uchun aytib ketyapman. Ya'ni bunaqa doiralarda niyat maktubi bo'lsin yo tavsiyanomalar bo'lsin, negativ ya'ni muxolifat qilish biroz yaxshi emas. Lekin chiroyli tilda tushuntirish mumkin. Masalan, o'sha siz aytgan bizadagi diniy kamchilik deymizmi? Kamchilik desa to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi? Cheklov deylik o'shani. Kamchilik deganimiz ma'qul ekan deylik. Kamchilik masalan bizada Sovet ittifoqini deylik istilosi bo'lgani uchun diniy izlanishlar juda kam degan deyishimiz mumkin. Chunki haqiqatdan ham diniy izlanishlarimiz kam. Ya'ni tarixlarda juda ko'p ochilmagan nuqtalar bor. Ya'ni bizning tariximiz musulmon, ya'ni musulmon jamiyatini tarixi bo'lgani uchun bu ilohiyotga bevosita taalluqli. O'shaning uchun o'shanaqa qilib kiritsa bo'ladi. Masalan, bizda universitetlar kam, buni izlanadigan. O'shaning uchun men Turkiyaga borib shunaqa izlanishlar qilmoqchiman. Usmonli imperiyasini o'rganmoqchiman yo shunaqa deb uni chiroyli tilda yozsa muammo yo'q, xudo xohlasa. Ya'ni bizda deylik ayollar uchun diniy ta'lim kam deb yozsa muammo yo'q. Ya'ni bu haqiqatdan ham muammo. Buni men qiz bolalar uchun aytayapman. Buni men masalan kelajakda xudo xohlasa deylik diniy studiya ochmoqchiman deylik. Masalan, ayollarni eng minimum diniy savodxonligini oshirishda xizmat qilmoqchiman degan narsalarni yozsa bo'ladi. Eng kamida masalan ummatga xizmat qilish uchun farzand tarbiya qilmoqchiman ham bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, ovoz chatdan qo'l ko'targanlar bo'lmadi, izohlardan o'qishda davom etamiz. Xo'p, savolim bor. Qarang, Saudiyaga almashinuv dasturlari bormi debdi. Umumiy almashinuv dasturlari haqida ham javob bergizsa, shunaqa dasturlar bormi va bor bo'lsa haqiqatan Saudiyaga ham bormi yoki umuman qaysi davlatlarga bo'lishligi mumkin? Menimcha bu universitetiga qaraydi. Endi sizni keysizda qanaqa bo'ladi bu? Saudiyaga bormi yo'qmi men boshqa universitetlarda bilmayman. Bizning universitetda bo'lmasa kerak. Lekin Iordaniyaga bor edi. O'sha bu ham grant aslida. Agar hozirlikda deylik arabcha hozirlikda sizni bahoyingiz juda yuksak bo'ladigan bo'lsa, yuksak baho bilan bittasangiz siz 100%, ya'ni 100% qoplanadigan grantda Iordaniyaga 40 kunlik o'qishga jo'natilasiz. Keyin biroz anaqa yaxshidan biroz pastroq bo'lsa 50% taxminan shunaqa almashinuvi men o'zim shaxsan universitetimda bilaman. Iordaniya bilan bir. Ikkinchisi Erasmus bor. Erasmusda hozir bizning universitetda adashmasam ilohiyot sohasi bo'yicha Avstriya bilan Ruminiya bor ekan. Keyin Mevlana bilan Farabi degan yana almashinuv dasturlari bor. Almashinuv dasturlari hozir aktiv ishlayaptimi yo'qmi bilmadim, lekin bor, ya'ni saytda yozilgan. Farabi bu Turkiya universitetlarining ichida almashinuv dasturi. Deylik, men Konyada o'qiyapman.
bitta semestr deylik, Istanbulda o'qishim mumkin. Taxminan shunaqa. Mevlana bu adashmasam musulmon davlatda bo'lsa kerak faqat. Musulmon davlatlarda deylik Malayziya bo'lishi mumkin, Indoneziya bo'lishi mumkin, Misr bo'lishi mumkin, Jazoir bo'lishi mumkin, Marokash bo'lishi mumkin. Ana o'shanaqa davlatlar orasida almashinuv dasturi. O'zbekiston ham bor adashmasam o'sha ichida. Keyingisi yana bilganim, bu yil bilganim Erasmus K171 adashmasam sizniki-ya? Bilmadim, man 2 xil Erasmus bor, xullas men Yevropaga borganman-da, ikkinchisi o'sha Yevropadan tashqari davlatlarga nima qilsa bo'ladi, almashinuvga borsam bo'ladi. O'sha bizani universitetda ham bor ekan. Ilohiyotdan bu yil Indoneziya bor edi. O'sha Erasmusni Yevropa bo'lmagan davlatlarga degan almashinuvi ham bor. O'sha yerda bizani soha bo'yicha, ilohiyot bo'yicha Indoneziya bor edi. Bu yil men ko'rgandim e'lonini. Ya'ni keyingisi work and travel ham bo'lishi mumkin Amerikaga. U ham ilohiyot, ya'ni muammo yo'q unda ham, ilohiyotmi, yo'qmi, farqi yo'q. Work and travel ham qilishingiz mumkin. Ko'p bu yoqda shirkat. Ya'ni almashinuv programmalari uchun imkoniyatlar ko'p. Hop, top universitetlar deganda butun dunyo bo'ylab ilohiyot universitetlar kiradimi deb savol berilgan ekan. Yo'q, top universitetlar deganda men Turkiyadagi ilohiyot sohasini eng kuchli universitetlarni nazarda tutdim. Lekin baribir ham bu yerda o'sha Istanbul Marmara baribir top mingtalikka kirgan bu yerda, ya'ni. Albatta, Istanbul universitetining o'zi ham, undan keyin qaysi universitetlar bor edi? Anqaradagi nobor so'zlar bilimlar adashmasam. Mana Anqara universiteti, Ankara sotsial bilimlar kirganmi yo'q bilmayman. Istanbul universiteti, Marmara universiteti, Bursa Uludağ universiteti, ya'ni bular Turkiyaning o'zida ham juda kuchli universitetlar. Faqatgina ilohiyot sohasida emas, o'zi umuman xohlagan turk orzu qiladigan universitetlar bular. Hop, ilohiyot uchun sentabrgacha qaysi bilimlarni o'rganish bizaga plyusga ishlaydi degan uchun savol kelgan. Asosan hamma narsani bog'laydigan siyrat, ya'ni Rasululloh sallallohu hayotlari, payg'ambarlar tarixi bo'lishi mumkin va keyin boshlang'ich bilim, ya'ni namozda farz nima, vojib nima, o'zi umuman namoz emas, farz nima, vojib nima, mustahab nima, sunnat nima, mana shu anaqa boshlang'ich mavzuda bo'lishi mumkin. Lekin boshida aytib o'tganim siyrat hamma narsa o'sha yerga borib taqaladi, ya'ni fiqh bo'lsin, hadis bo'lsin, o'sha yerdan keladi, ya'ni manbai siyrat. Hop, demak keyingi savolni davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bunda Turkiya burslaridek matematikadan test bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savol bor. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Diyonat burslarida IQ dan test bo'ladi, ya'ni mantiq deylik. IQ test o'shanga qanaqa tayyorlansa bo'ladi? Oddiy internetdan ochasiz, IQ testlar namunalarini yechasiz. Faqatgina IQ test bo'ladi, ya'ni mantiq test. Muloqotdan oldin bo'ladi. Hop, demak navbatda 3 ta savolimiz bor ekan. Yana biz niyat maktubi yozganda fokus nimaga qaratishimiz kerak? Ya'ni dinga qiziqish yoki qandaydir yutuqni ochib bersa yetarlimi? Qiziq savol, ya'ni ikkalasi ham adashmasam qo'shib ketasiz. Siz javob bering, keyin men javob berib ketaman. Ikkalasini qo'shsangiz ajoyib bo'ladi. Ya'ni avvalambor dinga qiziqishingizni yutuq sifatida ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Ya'ni shunaqa narsalarni o'rganganman deylik, qanaqadir kurslarda o'qiganligini yozadi balki qizlar, onlayn kurslar deylik, arab tilini o'zim o'rganganman deyishingiz mumkin. Ya'ni bu yoqda dinga qiziqish ham bor, bu ham yutuq bo'ladi. Ya'ni ikkalasini ham ozma-oz ochib ketishga harakat qilsangiz bo'ladi, xudo xohlasa. Men o'zim javob berib ketaman shunga unda. Dinga qiziqish bo'lishi aslida shart bo'ldi, chunki ilohiyat o'sha diyonat burslarga aynan dinga topshirasiz. Lekin yutuqlarni ochib berish har doim plyus bo'lib beradi sizga. Men o'zim o'quvchilarga o'taman buni. Yutuqlarni ochib beringlar. Faqat buni listing va ro'yxat qilib bermanglar, o'shani ochib bering, haqiqatan ochib bering va o'shani
dinga yoki kelajagingizdagi maqsadlaringizga dinga parallel qilib bog'lab bersangiz bo'ladi baribir. Buni aytaylik, IELTS olgan odam, misol uchun, IELTS shunaqa olganman va undan keyin aynan o'sha ilohiyatni o'rganib, mana shu bilimni inglizchada butun dunyoga tarqatish niyatim bor edi. Misol uchun, oddiy bitta yutuqni dinga ham zo'r cho'tka qilib ochib berib bog'lab bersa bo'ladi bu yerda. Ya'ni bu o'zingizni yaratuvchanligingizga bog'liq. Xo'p, ikkinchi savol, Turkiya burslariga va Diyanat burslariga ikkalasiga ham bir vaqtda topshira olamizmi? Muammo bo'lmaydimi? Bo'ladi, muammo yo'q. Ya'ni topshira oladi ya'ni. Ha, mumkin, muammo yo'q. Hmm. Ikkalasi alohida sistema. Xo'p. Ustozlarimizdan olgan tavsiyanomalarda bizning dinga bo'lgan qiziqishimiz haqida yozish kerakmi yoki o'zi umuman kimdan tavsiyanoma olish kerak va qanaqa yozilishi kerak bu? Ya'ni ustozlardan man nima maslahat beraman? Din tarixi degan dars bo'lardi bizlarning davrimizda. Hozir bormi, yo'qmi bilmadim. Hech bo'lmasa tarix deylik. Deylik, islom madaniyati tarixiga juda qiziqadi deb tavsiyanoma olish mumkin masalan. Undan tashqari nimalarga e'tibor berish kerak? Asosan bu yoqda nimaga anaqa mustaqillikka e'tibor berishsin. O'shani ustozingizdan iltimos qilib so'rang. Ya'ni man mustaqil bo'lishiga, ya'ni bu narsani eplab ketishiga va grantni oqlashiga, siz beradigan grantni oqlashiga man ishonch bildiraman degan joyi muhim deb bilaman tavsiyanomada. Chunki sizni mustaqil inson sifatida ko'rishni xohlashadi ular. Aytib o'tganimdek, ko'p pul tikilgani uchun ularga 2 yildan keyin qaytib ketadigan o'quvchilar to'g'risi zarar. Ya'ni nimaga olib keldi, nimaga buncha pul sarfladi? O'shaning uchun o'sha mustaqillikka e'tibor berishi muhim. Ya'ni xarakterlar muhim. Xo'p, oxirgi savol kimlarda bor? Agar ovozga chatda xohlasalar bersalar bo'ladi yoki izohlarda yozib qoldirsalar ham bo'ladi. Faqat tezroq savollar berishga harakat qilinglar. Demak, hali bitta savol yozilyapti. Demak, yakunlashdan oldin o'zingizni umumiy yakuniy fikrlaringizni aytib o'tsangiz Behruz aynan shu grant haqida. O'zi umuman shu sohada o'qimoqchi bo'lganlar uchun to'g'risi men nazarimda dunyodagi eng yaxshi imkoniyatlardan bittasi. Sababi aytib o'tganimdek, din bilan, ilm bilan birga siz xudo xohlasa yana shuncha ilmdan ko'proq balkim tajriba orttirishingiz mumkin. Ya'ni pul o'zingizga tushadi. Pul o'zingizga tushadi deganim, ya'ni pulni ishlatishni o'rganasiz. Deylik, erkaklarda bu kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingizni boshqarishni o'rganasiz. Bu juda katta bilimlar o'zi aslida. Keyin insonlar bilan muomala qilishni o'rganasiz. Har xil ustozlardan fikrlar eshitasiz. Masalan, O'zbekistonda fikrlash boshqacha bo'lishi mumkin, Turkiyada boshqacha bo'lishi mumkin, yo arab davlatlarida boshqacha bo'lishi mumkin, Indoneziyada boshqacha bo'lishi mumkin, Malayziyada boshqacha bo'lishi mumkin. O'shalarni siz ko'rib, ya'ni siz ham olishingiz mumkin. Bu juda katta imkoniyat. Qo'shimcha tilni o'rganishingiz mumkin. O'z-o'zidan siz xudo xohlasa turk tili bilan arab tilini o'rganasiz. Ya'ni xudo xohlasa deylik, bu yil o'qishga kirsangiz 3 yil ichida bu ikkita tilni o'zlashtirgan bo'lasiz. Xudo xohlasa, ya'ni arab tili katta til, lekin baribir matn o'qiydigan darajada juda, ya'ni amal toshingiz mustahkam bo'ladi xudo xohlasa. Ko'p imkoniyatlar ochiladi. Deylik, yana dunyoqarashdan o'sib, balki yana ikkinchi universitetda o'qishingiz mumkin. U narsalar ham bor o'z aslida. U narsani aytmadim. Ikkinchi, ya'ni ilohiyot bilan birgalikda ikkinchi universitetda ham o'qib ketishingiz mumkin. Xullas, ana shunaqa imkoniyatlar ochiladi xudo xohlasa degan fikrdaman. Faqatgina topshirish kerak, yutish kerak, o'qish kerak, mehnat qilishimiz kerak. Xo'p, rahmat. Oxirgi savolimiz kelib qoldi oxirgi soniyalarda. Qizlar bilan o'g'il bolalar alohida bo'ladimi yoki bo'ladimi? Menga 1-2 o'rinlarda ular bir joyda bo'lish haqida aytishdi deb savol bergan. Menimcha siz javob berdingiz bunga lekin. Yana mayli, anotib ketay. Qo'shimcha masalan, yotoqxona alohida. Umuman Turkiyada bu narsa qattiq qaraladi. Umuman ilohiyot bo'lmagan taqdirda ham, chunki o'zimizda adashmasam ba'zi bir yotoqxonalarda
zdaniya bitta yotoqxonali ham bo'lsa kerak. Birinchi etajda erkaklar, ikkinchi etajda ayollar bo'lishi mumkin va ayol yotoqxonasida ham o'sha mahremiyatga qattiq qaraladi. Erkak ishchilar kamroq, ya'ni umuman bo'lmasligi ham mumkin. Undan tashqari universitetda esa universitetga bog'liq bo'lsa kerak nazarimda. Chunki men Izmirda ham o'qigandim. Izmirda qo'shga, ya'ni aralash sinfida. Lekin hozir Konyaga keldim. Konyada alohida sinf va hassosiyat bor. Erkak ayol o'rtasida hassosiyat bor. Va oxirgi fikrim, nazarimda, Diyanat olib kiradigan universitetlarning barchasida alohida bo'lsa kerak. Men o'zim ham tajribadan javob berib ketish shunga bahonada bizdan universitetda ham o'sha ilohiyat fakulteti bor va hatto bizada qizlarga va o'g'il bolalarga alohida kirish qismi ham bor bu yerda. Ya'ni shu yerda o'zlaringizlar bilib olsa ham bo'ladi. Endi lekin katta ehtimol baribir aytganingizdek o'sha universitetga qaraydi menimcha u baribir. Shunaqa. Anadoluda ham shunaqa ekan demak. Xo'p, boshqa savollar yo'q bo'lsa, bunga demak ovozcha yakunlasak ham bo'ladi. Sizga katta rahmat Behruz. Endi kutganimizdan ozroq odam yig'ildi. Bu endi odam o'ziga qaroriga bog'liq, lekin aytganimdek baribir yozib olingan variantini keyinchalik YouTube'ga ham yuklaymiz. Va keyinchalik savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kurs haqida yoki boshqa madaniyat kurslar haqida menga aloqa chiqishingiz mumkin va men kerak bo'lgan paytda sizlarni Behruzbek bilan bog'lashga harakat qilaman bu yerda. Qatnashgan hammaga rahmat, Behruzga ham alohida rahmat deymiz. Shu bilan bugungi vebinarni yakunlasak bo'ladi. Rahmat sizga ham Jamshidbek. Alloh xohlasa ishlarga rivoj.